Xo'p, sizlarga polni bizani programmalarimiz haqida nima o'rgatamiz 4 oyda, qanaqa kompyuter kerak, men qachon daromadga chiqaman, qanaqa qilib Suhrob akaga o'sha Mers minaman, BMW minaman degan savollar bo'lishi mumkin sizlaringda. Daromadga chiqish bunaqa qiyin narsa emas. Birga ishlaylik desam, men ishlamayman baribir. По-любому ular bilan ishlamayman. Egasini 15 ta restorani bor. 20 ming dollarim yo'q bo'lib qolishidan cho'chimayman. Bitta bolani chet elga olib ketish imkoniyatini bermoqchimiz. Hammalar Instagramda ko'rgan bo'lsanglar kerak, qilgan ishlarimni, narsalarimni havas qilib kelgansizlar. Xo'p, sizlarga polni bizani programmalarimiz haqida nima o'rgatamiz 4 oyda, qanaqa kompyuter kerak, hammasi tushunarli bo'ldi. Ortiqcha anaqa savollar yo'q. Keyin ana ichlaringda qiynayotgan savollar bor. Shular haqida gaplashamiz. Hozir to'liq bo'lmagan ekansizlar. Sizlar yana 4 tami 5 ta o'quvchi kelish kerak bo'lgan. Menimcha yana bitta qizimiz ham bor. Ish kelmagan ekan. Buni to'liq qilamiz. Baribir hozir birinchi, ikkinchi potogimiz bor. 25 ta o'quvchi offlayn sizlardan oldin o'qiyapti. Xabaringlar bo'lsa, ular haqida xabar bergan bo'lsa, uje daromadga chiqish bo'yicha gapirsam sizlarga, daromadga chiqish unaqa qiyin narsa emas. Uje o'quvchilarimni 2-oydan daromad qilayotganlari bor. Videolarga ham olib chiqdik, 4 ta o'quvchimiz. 4 tasi. Hozir bittasi по-моему oylikka ishlayapti, ikkitasi oylikka ishlayapti, ikkitasi polni internetdan zakaz olib ishlayapti. Zakaz bo'yicha umuman xudo xolasa muammo bo'lmaydi, qimmat qilyapti. Bizda naborot bozorni men imonni ko'tarib berdim. Instagramda, o'sha TikTok, YouTube'da men dizaynerlikda hurmat qanaqaligini ko'tarib beraman. Hayotda imonni mana shu narsa uchun harakat qilaman. Menga boshqa narsa muhim emas. Menga misol necha pulda zakaz olishim, u narsalarga qiziqish kerak emas. Naborot ular mendan xursand bo'lish kerak, aytish kerak, "Yo, rahmat, naborot ke birga ishlaylik" deyish kerak. Menga chunki sizlarda ham o'qishda bitkazayotganda shunaqa narsa bo'ladi. Qolsam, masjidda ishlasam degan narsa bo'ladi. Kimdir olib qoladi komandaga. Agar sizlardan yaxshi o'quvchilar chiqsa, biz обязательно olib qolamiz. Men bu birinchi potokdagi o'quvchilardan xudo xolasa 4 tasini olib qolmoqchiman. Bu degani menda hech qachon xudo xolasa ishchi zo'r sifatli o'quvchilar bo'lsa, men unaqa uyga jo'natib olib yoki zakaz olib bermay unaqa narsa qilmayman. Konkretni bizga komandaga olib qolinadi, konkretni men jamoani kengaytirish niyatim. Eng katta niyatimdan bittasi har bitta viloyatda o'zimizning akademiyani ochish. Bu degani akademiya ochiladi. Mana misol onlayn o'rganayotgan o'quvchilarimiz bor. Onlaynda ichidan yaxshi o'quvchilarni olinadi, ustoz qilib, kurator qilib o'tdim. Misol Qashqadaryoda bo'lsa, Qashqadaryoni o'zini ochamiz. O'zi yaqinda xudo xolasa yangiliklardan bittasi o'sha Qashqadaryoda bitta filialimizni ochamiz. Bitta filial уже ochilyapti, ikkinchisi. Bu uchun maksimal harakat qilib o'qish kerak. Daromadga keladigan bo'lsa, iloji boricha men sizlarga pabratskiy maslahatni beraman. Iloji boricha daromadni hozir miyadan umuman chiqarib tashlaydi. Uydagilardan ham misol ota-ona aytishi mumkin, "Sen ishlaysan, o'qiysan, qani pul, qani daromad" deb qolishi mumkin. Shunaqa narsalar ham bo'ladi. 4 oy umuman xayoldan chiqarib turib, maksimal harakat qilinglar. Illustrator, Photoshopni zo'r o'rganinglar. Sun'iy intellektni zo'r o'rganinglar. Chunki bizda sun'iy intellekt bilan After Effect'ni ham tiqib ketganmiz ichiga. O'zi ichlaringda kimdir logotipga zo'r bo'lib chiqadi yoki kimdir post dizaynga zo'r bo'lib chiqadi, kimdir sun'iy intellektlarni ishlatishga zo'r bo'lib chiqadi. Sizlarda bizda bitta maqsad bitta emas, logotip qilish emas. Bizda hammasini o'rganish. Sizlar shunaqa universalniy bo'linglar. Shunaqa harakat qiling. Ko'pchilik emas sizlar. Men misol 1000 ta odam olib turib, katta joy ochib o'qitayotganim yo'q. Menga sifatli bu dizaynerlik, ITning eng dizaynerlik sohasida imенно shu yo'nalishi kimlar uchun? Bu yo'nalish haqiqiy o'zini hurmat qilgan, misol hurmat qilgan degan nima tushunasiz? Hurmat qilgan deganda, misol birovning oldiga borib ishlamaysizlar. Kimdir qovoq tumshug'iga qaramaysizlar. Misol oylik qani tushdimi degan narsa bo'lmaydi bunda. Har bitta klient sizlarga muomala qiladi. Har bitta klient. Men kim bilan ishlagan bo'lsam, necha mingta odam bilan ishlagan bo'lsam, hammasi bilan kontaktim bor. Eng zo'rlaridan tortib eng oddiylarigacha kontaktim bor. Ularga bitta xizmat etsanglar ham ertaga bo'ldi. Bo'ldi, Suhrob aka bo'ldi. Mana shunaqa. Aka deb muomala qiladi. Katta odamlar bor, misol uchun Dubayda borsam hozir, Dubayga borsam meni kutib oladigan odamlar bor. Chunki kamida bir 6 ta restoranga men logo qilib berganman. 6 ta restoranda animatsiyasini, prezentatsiyasini, narsalarni qilib berganman. Ularning kontakti отдельно saqlanib qilinadi. Prosta bu soha
haqiqiy ijodkor insonlar, o'zini hurmat qiladigan ijodkor insonlarning yo'nalishi dizaynerlik. O'sha yo'nalishni ajratib olinglar birinchi o'rinda. IT deganda, misol, o'tiga programmist kiradi, xo'p, dizaynerlik kiradi, arxitektor, interyer dizayner kiradi. Hozir interyer, eksteryer dizaynda ham sun'iy intellekt pashta egallayapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Kecha men Samarqandda bo'ldim oldingi kun. Xan Ahmad degan restoran bor Samarqandda, juda katta restoran. Uni 15 ta restorani bor. Pastga tushib, ofisga kirib o'tirib gaplashyapmiz. O'tda hamkorlari bor, biznes hamkorlari. Xitoydan kelgan, yana qaysi davlatlardan kelgan katta summa haqida gaplashishni o'tdi. Просто bizga vinoyman qilib gapirib beryapti. Gaplarini tushunsanglar, ular millionerlarda, ular gaplashayotgan gapini eshitib turib, просто borib fikr qilasizlar-da. Shunaqa gaplarni gapiryaptiki, sifatga ko'proq e'tibor qilish kerak. Sifatga. Faqat mana shu gapni ishlatyapti. Faqat sifatga e'tiborni ko'proq qaratish kerak. Puldan ham ko'ra muhimroq narsalar bor degan narsalar ishlatyapti. O'shaning uchun men sizlarga o'tdan ham men ko'p motivatsiya olib keldim o'sha kuni. Ko'proq mana biznesmenlarda bilsanglar uncha naqd pul bo'lmaydi biznesmenlarda, bilasizmi? Faqat biznesini pulni keltirish uchun tikaveradi. Xuddi shunaqa ertaga sizlar ham dizaynerlikdan o'rgangandan keyin shu sohani olib ketdinglarmi, to'g'ri o'rganasizlarmi? Sizlarga iloji boricha men yana 2 oylik imkoniyatdan berish hozir harakatidaman. To'g'ri bitkazasizlar bu yoqda. Mana birinchi patok, ikkinchi patok o'quvchilar уже to'g'ri kamlik qolib turadi. Ular aytayaptiki, "Oka, iloji boricha yana 1 oy, 2 oy qo'shaylik, boshqa yo'nalish bo'yicha biza qolaylik mana shu yerda" degan narsani. Chunki bu sohaga bitta kirasizlar-ku, bo'ldi. Tortib ketadi-da bu. Dalishi tortib ketadi. Bu misol ustachilik emas, boshqa ish qilib ko'rib yoki bir fast foodda bu anaqa emas, powerlik emas, misolcha. Harakat qilsanglar bo'ladi. Mana men o'zim viloyatdan kelib chiqqanman. Surxondaryodan kelib chiqqan bo'laman. Harakat qilsa bo'ladi. Men просто isbotlab beryapman o'sha dizaynerlar, любой sohada. Men tradingga kelib sizlarga katta va'da bermayman, misolcha $1000 olib turib yoki $100 olib turib $10,000 qilasizlar 3 kunda deb va'da bermayman, to'g'rimi? Men shunaqa harakat qilinglar deyman, men pul haqida gapirmayman. Shunaqa harakat qilib to'g'ri o'qib qo'yinglar, sizlarni qidirsin odamlar. Qayerdan? Meni hozir ish desanglar hozir topib beraman. Birinchi oydan topib beraman sizlarga ish. Hammalarga ish topib beraman. Ertaga men nomimni yozayotganda borda, "Oki, qani o'quvchilaringiz bormi? O'rganadigan bolalar kerak menga. O'rgangan o'quvchilar 1 oylik, 2 oylik bo'lsa ham bering, mayli, men bitta ikkita ishini ko'ray." Mana shunaqa. Men hozir ish desanglar hozir topib beraman, lekin qadr qimmatlaring bo'lmaydi. Уже bitta pulga berildi demay, birinchi oy, ikkinchi oy Photoshop qo'llaringdan ish kelib qoladi. Photoshopni ko'rasizlar, illyustratorga o'tasizlar, уже qo'llaringdan ish keladi. Logotip qilish, post dizayn qilish, o'zi sekin o'zlaring ishonchlaring ortib boravergan sayin 2 ta 3 ta zakazga chalg'ib qolmaydi. Maslahatim. Men o'qishni bitkazishimdan oldin 3-oydan video qo'yib TikTokda rosa kommentariyalarga video qilganman. Prosmotr zo'r bo'ladi. U paytda 300 ming prosmotr edi-da. Hozirgi 3 million prosmotr edi, hurmat. Qilib berib sizlardek bolalar kommentariy yozardi menga. "Oka, men bunisiga qilib bering, men bunisiga." Просто o'zimga interesni bo'lgan o narsa. Qilib beravergan odamlar ko'rganda, "Meni kompaniyam bor, men bunaqa qilib ber, men bunaqa do'kon ochaman, men bunaqa qilib ber" deb u ko'payib ketdi. Tekin qilardim men. Keyin $20, $30 qilib qo'ydim. $30 qildim, ishlayman. Qaro, nima uchun $30 qildim? Menga pul kerak emas. Pul kerak emas menga. Просто o zakaz ko'payib ketdi, men ulgurmay qoldim-da. Menga muhimroq etilgan vaqtda qilib berishdi hamma narsani. Ulgurmay qoldim. Yonimdagi o'zim bilan mashina gruppada o'qiyotgan 2 ta o'quvchiga aytdim, "Biz birga ishlaymiz" dedim. "Sizlarga dedim 50% beraman, da ish qilasizlar" dedim. Ana ikkalasi pulga berilib ketdi. To'g'rirog'i, pulga berilib ketdi. Menga dedi 50% emas, 70%, 80% pul berasan dedi. Keyin mayli dedim, unisiga ham ko'ndim. Qaradim, uje qilayotgan ishlari klientga yoqmayapti. Tushunyapsizlarmi? Uje pulga berildimi mana? Ikkita toifadagi odamga haqida gapiryapman. O'zimning toifam ular. Pulga berilib ketdim, uje ular nafs ko'tarib ketaveradi odam. Pulga berilib ketgandan keyin dizayn sizlar uchun qiziq bo'lmay qoladi. Qilayotgan ishlaring kayf bermay qoladi. To'g'rirog'ini aytganda. Ana undan keyin to'xtatdim-da men. Zakaz olmadim hech kimdan. Keyin yana men o'zim usulni ishlamda sal boshqacharoq video chiqarish boshladim. Sal boshqacharoq Instagramga ham qaradim, yo'qga qaram yo'q. Ana keyin seryoznlashib boraverdim, o'zim oldim hamma zakazni. $50, $100 ketdi уже. Ko'tarilib ketyapti narx. Chunki sifat zo'r. Klient yoqyapti. Men har doim bitta narsani qilib berayotganda, o'sha narsa menga yoqmasa, klientga tashlamayman hech qachon. Klientga tavakkal, klient yoqaveradi degan narsa yo'q menda.
Imminni mana shu narsani men o'zim hurmat qilaman. Imminni shu narsa, shu xarakterim o'zimga yoqadi. Chunki hozir men turib bir xil ichida dizaynerlar ko'p edi, 70% mana bunaqa narsa bo'ladi. 3-4 ta narsani qiladi-da, klient u tushunmaydi-yu degan narsa bo'ladi. Tashlab yuboradi, klient ham mana tushunmaydi, bo'ldi, yoqdi menga deb yuboradi. Uni saytdan olganmi, internetdan olganmi bilmaydi. Ammo men qilayotgan ishim har bittasini saytlardan tekshirib chiqaman. Mo'jda o'xshash chiqib qolar degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun ana ikkita o'quvchi haqida gapirsam, ikkita o'quvchi уже bitqazdi. Brend booklar qilardik. Ko'p men bilan raqobat bo'lardi-yu bolalar. Raqobat bo'lgani yaxshi. Oralaringda bir-birlaring bilan raqobat bo'lgani yaxshi. O'sgandan keyin bolalar уже pulga berilib ketdimi, keyin ana bitqazdi-da, уже 2-oyda o'sha akademiyamizda SMM bo'yicha o'qiyordi bolalar. Men dizaynerlikda qoldimda dal shu davom etdim. O'tirdimda, men misol через день darsmi, men har kuni borardim. Chunki viloyatdan kelganman, kvartirada turaman, peshkom borib kelardim. Yunusobod 14-kvartaldan Taxtapul mostiga peshkom borib kelardim. Chunki meni даже uydagilarim normalniy puli bor, normalniy zapravkamiz bor, normalniy sharoitimiz bor. No pul so'rashga uyalardim men uydagilardan. Chunki yoshligimdan o'sha zapravkaga o'sha boshliq qilib qo'ygan, o'tdan pul olib ishlatib yuraverganman maza qilib. Bu yerda kelgandan keyin bu katta xolamni uyi emas. Xodog yeb, mana shunaqa qilib, bir kun xodog yeb, bir kun pul bo'lmay, bir kun mana shunaqa bo'lib yurdim. Lekin Xudoga shukr qilib, kasbimni sevib, men aytdim shu kasbni Xudo xolisa rivojlantiraman. Shunaqa tajriba orttirib rivojlantirib. Sekin blogerlar bilan ishlashni boshladim. Doniyor ketdi, boshqa ketdi. Bitta Dubayga chiqib keldim-ku. Vashchi motivatsiya oshib ketdi. Shunaqa oshib ketdi motivatsiya. Dubayga borib shaharni ko'rasizlar. Lamborghiniga o'tirasizlar. Misol uchun, Bugattilarni ko'rasizlar. Ana zo'r restoranlar, Burj Xalifalarga chiqasizlar tepasiga. U umuman boshqacha emotsiya. Ana undan keyin men dizayner yana ham rivojlantirish xohladim. Keldim-da, boshimni ko'tarmay ishladim. Har bitta o'zim kulaman boshida qilgan ideyalarimga. To'g'ri, u atrofdagilar ham kuladi. Ba'zida kontent qilsanglar, bu yoq o'rtoq, mana bunaqa narsa qilsang kerak emasdi, juda ham menga gapirgan. O'sha paytda meni o'rtoqlarim normalniy mashina minib, normalniy yurgan payti bo'lgan. Endi men uchun Spark normalniy mashina bo'lganda o'shanda. Zato mashinasi-yu deganman. To'g'rimi? Men bitta qoladi-yu, hammanglarda bo'ladi. O'rtoqlaring, sinfdoshlaring va shunaqa narsa yurganda, sizlar men bitta qoladi. Lekin men shuni harakat qilganman, Allohdan kutganman o'sha narsa. Yaxshi bo'lishi, o'xshashiga o'zim ishontirganman. Eng asosiy narsa odam o'zini ishontirish. Tushunasizlar, o'zlaring ishontira olmasanglar, atrofdagilar sen zo'r bo'lib ketasan desa ham zo'r bo'lmaysizlar. Ota-ona ishonsa ham zo'r bo'lmaysizlar. Muhimi o'zini ishonch odam. Muhimi sel. Bitta sel qo'yganlar, o'shanga dalshi davom etish kerak. Oddiy to'g'ri dizaynerlik sohasi to'g'ri, bu IT oddiy dizaynerlik, dizaynerlikda zo'r bo'lib ketish mumkinmi degan savol bor, u ahmoqona savol. Bu sababchi bo'ladigan narsa bor hayotda, tushunasizlarmi? Nimadir sababchi bo'lib qoladi hayotda. Kimgadir kasb sababchi bo'ladi, kimgadir odam sababchi bo'ladi, o'rtog'i sababchi bo'ladi. Tushunasizlarmi? Kimgadir begona odam sababchi bo'lib qoladi. Hammanglar umid qilasizlar, masalan, ertaga yaxshi dizayner bo'lib, shu soha orqali misol Suhrob akadan ham o'tib ketadigan narsalar bo'ladi ichlaringda. O'sha narsani so'ndirib qo'ymanglar iloji boricha. Bitta ushadinglarmi? Bo'ldi, masjidgacha keldinglarmi? Bo'ldi, bu yoqni to'xtatish kerak emas. Masjidgacha keldinglarmi? Bo'ldi, bu yoqni olib ketish kerak. Sizlar majbursizlar. Chunki ichinglardagi o'sha shuncha savolni yengib turib masjidgacha keldinglar. To'g'ri, havodagi narsaga hech kim ishonmaydi. Instagramda aytadi, uydagilar ham aytadi, ko'rgan narsalaringga ishonaverma deydi. To'g'rimi? Men o'zim ham ishonmayman. Ko'p ko'rgan narsalarga ishonmayman. Ba'zida o'tirib Mersin borligiga ham ishonmayman. Rostdan o'tiraman, mana 2 oy bo'ldi, pashti ustaxonada yotibdim Mersin. Malibu olgandan keyin Mercedesimdan chiqib ketib qoldim. Malibuning komfortiga Mercedesimdan chiqib ketib qoldim. No, Mersin hozir pashti 4,000-5,000 dollar rasxod qilyapman Mersinga. Vashi baquvvat bo'lib chiqyapti. O'zimni xohlaganda bosa oladigan Mersin bo'lib chiqyapti-da. O'shaning uchun men mayli 2 oy bo'lsa 2 oy yotsin deganman. Bo'lmasa borib, har kuni perjvat qilib, siqilib bunaqa narsa yo'q. Bormi, bor olganmanmi, texpasportim bormi, men nomimdan bo'ldi. Nima, hech kim. Kimga isbotlay, aytinglar. Kimga isbotlay? Adamni oldiga sovg'a qilib boraman Mersin. Adadami, men Mersin oldim deyapman. Bunda qaryaptilar. Aldamagan deyaptilar, ishonmayaptilar. Hammasi aytadi, ota-onasi olib bergan. Yo'q, ota-onam olib bermagan mashina. Men ota-onamga olib berganman. Adamga Jitur yangi chiqqan paytda sovg'a qilgan 34,000 dollarga. To'g'ri, uni
bo'lib to'lashga olganman, lizingga olganman, yarmini berib, yarmini bo'lib to'laverganman. Shunaqa. Odamlarda ishonch kerak emas bizga. Odamlar kimdir, eng muhim narsa ota-onani ishonchi, birinchi o'rinda. Ota-ona agar ishonmayaptimi, sizlar ko'rsatib qo'yishlar kerak o'sha narsani. Menda kecha bitta so'rab qo'yganda nechta odam yozyapti, oki, haqiqatan ham ota-onalarimiz mana shunaqa kimdir bor, kim ishonadi, kimdir ishonmaydi degan narsalar bor. Menda ham ishonmagan, yig'ishtir degan, 4 oydan keyin qaytib kel degan Surxondaryoga. Shuncha narsa bor, ishni qil degan. Ozgina vaqt bering deganman. Prosmotr videolar yaxshi ketyapti. Oradan bolalar uje boshqa ishlar qilib ketdi. Ikkalasi ham. Keyin menga aloqaga chiqib, yoningga olgin, ishlik, unda bu yo'q dedim. Endi menga kerak emas unaqa. Yaxshi bo'lib ketganda kerak deganda kerak emas ekan. Bitta mana shu Hasan Ali degan, meni ko'p yozardi, shogird oling deb yozardi. Bitta Hasan Ali degan mana shu komandamizda ishlaydigan bola, odamning o'zida bordi. Qaranglar, zo'r narsa bo'lgan. Kelganda, men moykada turgan paytim kelganda, "Aka" degan, "Menga logotip qilishni o'rgating" degan. "Keyin to'xta" deganman, "Sen o'zi o'qiganmisan?" deganman. "O'qiganman, After Effects o'qiganman, animatsiya bo'yicha" degan. Bilar ekansan-ku hunaring bor, desa, "Men u sohani qiziq emas menga animatsiya, menga logotip o'rgating" degan. Keyin o'tirganmanda o'sha bola After Effects bo'yicha harakat qilganman o'rgatishga. "Sen to'xta, qo'lingdan keladi, sen animatsiya qilgin, to'xta, men bunaqa narsa qilgin, shablonlar berganman. Qilib ko'r, o'xshatib ko'r. Hozir kecha ustozini portfoliosini ko'rsatyapti menga. Ustozini, bunga 7 oy ta'lim bergan ustozini portfoliosini ko'rsatyapti-da, aka kulyapman ustozimni deb qilayotgan ishlarini ko'rib. Shunchalik rivojlanib ketgan ekanman dotda, shunchalik men hali ham professional odam o'zini ishi o'zini qoniqtirmaydi ba'zida. Professional odamlar. Chunki bugun qilib bergan narsani men har doim aytardim. Bu narsa shu komandamda. Mana bugun sizga bitta narsa qilib berdim, ertaga bu odamga o'sha narsani qilib bermaydi. Sal o'zgartirib, rivojlantirib, boshqa tizimda ishlab qilib beradi. O'sha narsa bo'yicha bu 1 yil men bilan yurgan bo'lsa, 1 yil ichiga hozir mana shu After Effects'dan sizlarga dars beradi o'sha bola. Bilasizlar? 1 yil yetadi. Menga 4 yil ketdi. Bu natijaga chiqqanimcha. 4 yil vaqtim ketdi. Uni portfoliosi yo'q bola. Portfoliosi meni portfoliyam. Instagramda qo'yayotgan animatsiyali narsalar hammasini o'sha bola qilib beradi. Bitta vнимание, bitta ishonch bo'ldi bolaga. Uni harakati bor edi. U yetadi, "Oke, men qilaman, bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Ortiqcha gap yo'q." O'shancha ham hozir mana bitta qilib beradi, bitta ishni mana Dubaydagi nechtadir odam bilan ishlaydi. Men umuman aralashmayman topayotgan puliga. Shuni bitta animatsiyani qilib beradi, $500-400 pul oladi. U animatsiyaga qancha vaqt ketadi bilasizlar? Yarim soat vaqt ketadi. Yarim soat, 1 soat vaqt ketadi. O'ynab ko'chada yurib, ishlarni qilib, kelib bitta ishni qilib qo'yadi bu. Gap odam ishonchida-da. Men ham misol zakaz olaman. Misol $5000 ga, $4000 ga zakaz olaman. 3 kun, 1 hafta so'rab olaman, uzoq olmayman men. Odamlar 15 kun oladi. $5000 ga zakaz olsa, 3 kundan 5 kungacha deyman bo'ldi. Ana 3 kun yuraman, hamma ishlarimni hal qilib, ko'chada o'sha yuraman, videolar olaman, narsa qilaman-da, 4-5-kuni o'sha ishni bitkazib beraman. Bu kreativlikni oshirish. Bizda dizaynerlarda ko'proq rol o'ynaydigan narsa kreativlikni oshirish. Har bitta yo'nalishda After Effects animatsiya bo'yichami, post dizayn bo'yichami, logotip bo'yichami, eng muhimi unda logotip. Logotip juda ham seriozli narsa. Chunki bu brend. Faqat bu yerda odam ko'p emas, kamchilik, lekin faqat kallali, faqat bitta bizga bitta joyga qaragan odamlar. Sizlarga ta'lim berish kerak, sizlar ishlaringni eng sifatli, eng yaxshilarini olib qolish kerak, qolganlarini ish bilan ta'minlash kerak. Shunaqa maqsadimiz bizning. Kerak bo'lsa viloyatlarga ustoz qilib olib borish sizlarni. Hurmatingiz shunaqa baland bo'ladi. Agar sizlar dizaynerlik bo'yicha zo'r bo'lsanglar, hurmatingiz juda baland bo'ladi. Qiz bolalarga nisbatan, o'g'il bolalarga nisbatan kreativlik baland bo'ladi. Ko'p qizlar o'qimaydi, ko'p qizlar programmist yoki til bo'yicha o'qib ketadi. Chet elga chiqaman, xom xayolda mana chet elga chiqaman deb necha yil o'qiydi. O'qigandan keyin turmushga bergandan keyin qanaqa chet el? O'tirmamidka deydi. Qaysi chet elga chiqarib qo'yadi? Misol uchun-da. To'g'risi, men hayotda ko'rgan narsalarimni aytayapman. Bu sohada o'zlaringni sinab ko'ryapsizlar-da. Bu risk bor, hech qancha risk emas, sizlar qilayotgan risk. O'quv uchun 4 oylik risk qilayotgandan hech qancha. Men qilgan risklarning oldiga hech narsa emas. Men shunaqa risklar qilib tashlaganman.
kompyuter bo'yicha boshqa narsa 5000, 4000, 6000 davay qilish kerak. Bo'ldi. Bilim uchunmi qilish kerak. Shuni darslik chiqib qoladi. Men O'zbekistonda hech kim kuzatmayman. Eng qiziq narsa, O'zbekistonda hech qaysi dizaynerni kuzatmayman. To'g'risi. Tanimayman ham kuzatmayman. Bitta odamni taniyman. Aktivator qani? Bir kun chaqirdi bizda. Bir kun chaqirdida Shoh o'rtog'imiz bo'ladi-da bizda. O'tirdik, Shoh o'tirdi, o'sha dizayner keldi, Shoh hadasi keldi. Hammasi o'tirib gaplashyapmiz biz. Suv temasi bo'yicha. Buni bakalashga dizaynni ular qilgan. Bakalashga dizaynni ular qilgan, o'sha dizayner. Lekin men bilan klinikga kelganda birontasi qila olgani yo'q. 50 xil dizaynerga qildirib ko'rgan. Lekin bu variantni bizga berganmiz, eng qizig'i. O'quvchimiz bizda komanda ishlaydigan bolaga yaxshilab tushuntirganmiz. Qayerda nima idea qilish kerak, nima qilish kerak, qanaqa rang ishlatish kerak. O'sha bola tuzib chiqqan bir ikkita narsani izment qilgan, mana shu dizayn bo'yicha ketyapti. Tushunasizlarmi? U dizayner lekin hurmati baland. Uni dizayni ma'qullanmay, bizaniki ma'qullandi. O'zi uni qilgan ishlarini ko'rsanglar, mana buni ko'rsanglar, sizlar ham buni tanlaysizlar-da. O'zimizdan chiqqan narsa mana shu. Mana shuni dizaynni polni o'zimiz qilib berganmiz. Tushunasizlarmi? Gap anaqada emas-da, gap ko'rasizlarmi? Birov shunaqa toifadagi odamlar bu umuman ishni bilmasa ham, lekin odamlar yuragiga kirib boradi-da ular. Bizda hali dizaynerlikda raqobat yo'q bizda. Viloyatlarda, O'zbekistonda hali bu soha unaqa rivojlanib ketgani yo'q. Hozir momenti. Hozir mana shu 3-4 yil moment bo'ladi. 3-4 yil ichida eng zo'r dizaynerlar chiqsa, bizning ishimizni hech qachon sun'iy intellekt olib qo'ya olmaydi. Men 100% kafolat beraman bu narsaga. Sun'iy intellektga shunday bitta mana shu dizayn bilan bakalashgan dizaynni qilib bergan desanglar, u qilib berishi mumkin. Bo'yalib, nimadirlarni qo'shib, uni odam aqlida aqli ishlamaydi uni. Faqat miyasiga kiritilgan narsani chiqarib beradi u. Tushunasizlarmi? Ha, u robot u. Robot qanaqa odamlar fikrlashi mumkin? Odamlar o'zi ishonib qo'yapti robotlarga. Zo'r, men yomon demayman. Sun'iy intellekt nima uchun sizlarga boshqarishni o'rgatamiz deymiz. Unda yaxshi o'ylab qarasa, sizlarga boshqarishni o'rgatamiz. Biz sun'iy intellektga ishlaymiz demaymiz. Biz ularni boshqaramiz. Biz dizaynerimiz. Bizga bo'ysunish kerak, bizning ishimizni qilib berish kerak. Ular ideya berishi mumkin bizga. Misol uchun, dizaynni biz qilamiz, buni pechatniy variantini kim u chiqarib bera olmaydi, fayl qilib tashlab bera olmaydi u. Buni biz qo'lda ma'mula har bittasini noldan chizib chiqamiz. Noldan chizib vektorniy formatdan tashib bermasak, mana bu chiqara olmaydi. Sun'iy intellektni olib chiqara oladimi? O'sha kuni Samarqanddagi olib ketdi. Biz sun'iy intellekt bo'yicha interyer dizaynda ko'rdik. Prosta interyerda qilib berdi. Sun'iy intellekt o'sha bo'yicha qolamiz. U bizga to'liq razmer nimadirlarni chiqarib bermaydi. Prosta bizga ideya beryapti. Ha, shunaqa. Ha, sun'iy intellekt men 100% javob ber. Sizlar bor mana, qarang. Kimdirlar mana shu 1 yil, 2 yil sun'iy intellekt olib qo'yadi deb cho'chib yurgan paytda sizlar o'sha bilinmoq bo'lgan bo'lasizlar. O'sha soqqani qilayotgan bo'lasizlar, to'g'risi. Men shunaqa o'ylayman. Odamlar o'ylab 7 o'lchab bir kelsa deganlar bor. Hayotda 7 o'lchab bir kesish kerak emas. Men uchun noto'g'risiz. 7 o'lchab bir kes degan. Men uchun tavakkal yaxshi. Tavakkal. Ha? Mana shu hayotim mana shu davrgacha hozir tavakkal qilib kelganman hamma narsani. Banan ham tavakkal bo'lib ketgan. Shuni o'tirganman komandaga. Bolalar aytgan, "Va yuraveramizmi? Nexia 3 Monza qilib. Davay, anaqa qilaylik, Mercedes olaylik" degan. "Orzungiz qaysi mashina?" degan. "Mercedes deganman, banan deganman." "Davay bosoraylik" degan. Kiyimda o'ylaganman, surishtiraylik deb. Bir kunda shuni surishtirganmiz. Germaniyadan chiqqan mashina Dubayda turibdi. Sirazi bizga rasmlarni tashlayapti, tojikistonlik olib beradigan odam. Rasmlarni tashlayapti, mashinani ko'ramiz, yo'qotdi. Bo'ldi, konteynerga ortib yubor. Pulni tashlab beramiz. Bo'lmasa men kuyinsam bo'lar, tojikistonlik u kim? Menga qanaqa qilib olib kelib beradi? Men 20 ming tashlayapman, u yo'qolib ketib qolsa 20 ming dollar. Yo'q, men cho'chimayman. Bundan oldingi patokka xudo xolasa ular o'zi bilmaydi. Sizlarga aytaman. Yaqinda zo'r anaqa bo'ladi. Musobaqa bo'ladi ular orasida. O'zi 22 ta o'quvchi, 23 ta o'quvchining orasida zo'r musobaqa bo'ladi. U yerda komandaga olib qolinadigan 3 ta bola tanlanadi. Bitta. Olib bir hafta Dubaymi? Qaysi davlat?
Farqi yo'q. Endi ko'proq Dubayga borishni yaxshi ko'raman, chunki u yerda ham shahar bor, ham mashina bor, adrenalin olsa bo'ladi u yerda. Pisoklari bor, men chiqmagan joylari bor. Eng qiziq joy Dubayda hozir. Motivatsiya olishga, ana bir raqamlarni ko'rib turib, Bugatti'larda turganlardan. Ulug'bek akani oldiga borish nasib bo'lsa, Ulug'bek xon bor-ku, millioner. Ulug'bek xon. O'sha odamlarning oldiga borish, xudo xolasa. Tushunasizlar? O'sha o'quvchini inshaalloh olib borish niyatim bor, bitta o'quvchi. Prosta men u bolaga shunaqa ishonch bermoqchiman, shu to'san harakat qilsang bo'ladi. Sababchi bo'lib qolamiz biz. Biz xudo emasmiz. Biz sababchi insonlarmiz. Sizlar shunaqa tasavvur qilinglar. Sizlar bizdan ko'p narsa kutmanglar. Sizlar sababini olinglar-da, o'sha sababni qilinglar, Xudo bersin rizqni. Bu aytib bo'lmaydi rizq kimga qancha yozilgani. U keyin yoshga ham farqi yo'q. Yoshda ham misol, men yoshim uncha bo'lib qoldi, endi nima kerak desan, unaqa narsa yo'q. KFC'ning xo'jayini necha yoshda millioner bo'lib ketgan? 65 yoshdami shunaqa bo'lgan? 65 yoshda. Millioner bo'lib ketgan. O'shangacha tovug'ini uyda boqib turib biznes qilgan, sotib do'konlarga. Eng katta motivatsiya mana shu sizlarga. Nechtadir 100 tami, 140 tam joyga kirib chiqib sotgan. Shunaqa. Tushunasizlarmi? Gap yoshda emas, boshda. Shunaqa. Odam aqlli ishlatish kerak. Miya ishlasa og'rimaydi miya. To'g'rimi? Og'rimaydigan joyi yo'q. Hali sizlar oralaringdan xudo xolasa kim biladi ishlab bitkazganlaringcha ikkita odam olib ketamizmi? Olib ketaveramiz biz chet elga. Olib borishdan men ham maza qilaman olib borib. Men ham maza qilaman. Mashinalar minib sizlarni adrenalinlar olayotganlar, emotsiyalaringni ko'rib men maza qilaman. O'shani men olib bo'lganman. Yo'q, yana xohlayman o'sha narsani. Bir marta chet elga chiqib kelgandan keyin odam boshqacha bo'lib qoladi. Sizlar o'ylamanglar, "O, chet el chiqqanlar bormi oralaringda?" Chiqmagansiz. Prosta ishga. Lekin siz borasiz, samolyotdan shundoq qo'ndingiz-da. Tasavvur qiling, shundoq men oldin Dubay narsa deb yotardim-da. Shundoq qo'ngandan keyin butunlay bu taraf esdan chiqadi. Hayot umuman esdan chiqadi. Boshqa dunyoga tushib qolganda bo'ladi odam. Umuman boshqa dunyo. Uni atmosferasi, u yoqdagi odamlar, gapirishlari, borib vashi g'alati. Fikrlashing. Shundoq kirib men birinchi o'rinda dizaynerman deb baribir. Kirib Dubai Mallga kirganmanda hammasini logotip brendingini ko'rib chiqqanman. Dizayn qanaqa qilyapti bular? Nima rang ishlatyapti? Hozir 2023 qanaqa rang trendga chiqyapti degan narsalar bo'lgan xayolimda. Dizaynerman. Keyin sumkamga hali ham turibdi. Bittasini dizaynni oddiy salfetka dizayn bor-ku. Vlajniy salfetkasini dizayn. Restoranga beriladi. Shunaqa chiroyli rang ishlatgandan keyin o'sha rangini olib kelib juda ko'p logotip brendinglarga ishlatdim o'sha rangni boshqacha qilib. Vashi skromniy rang. Yashil desa, mana bunaqaroq rang. U hali kirib kelmagandi men olib kelgan paytimda. O'sha narsa-da bizga dizaynimiz u. Kreativlik o'shandan oshadi. U yo'lga borgandan keyin logotiplar ko'rasizlar, biza qotgan, bachkan ekan-da deysizlar. Men o'shancha ko'proq skromniy logotip chiqarishga harakat qilaman. Ortiqchalashish narsalarsiz. Endi skromniyni ham o'ta skromniy qo'yayotganlar bor O'zbekistonda. Bunda shrift qo'yib, logo deb, "Oke skrom, oke bilan kreativ u" deganlarni bilaman. Bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Bizda konkretniy tajribani sizlarga tushuntiraman. Mana birinchi sizlar programmalarni zo'r o'rganib olsanglar, Photoshop, Illustrator, After Effects zo'r o'rganib olsanglar, ichlaringdan o'zi saralanib qoladi. Kimdir logotip bo'yicha zo'r bo'lib ketadi, kimdir post dizayn bo'yicha zo'r bo'lib ketadi. Kimdir animatsiyani zo'r ishlatib yuboradi. Ana уже birinchi potokdan уже aniq bo'lib bordi. Kimdir post dizayndan yaxshi, imtihonlar bo'ladi-da orada. Har bitta programma tugatilgandan keyin imtihon bo'ladi oralarda. O'sha imtihonda bilinadi kim zo'r, kim ketyapti. Bitta emas-da, bitta logotip emas, bizning maqsadimiz. Hammasini olib ketish kerak. Nizamov degan bola bor edi. Bilsanglar kerak. Divanda o'tirishib bo'ldi, qiling, turing ishlaymiz degan bola. Juda ko'pchilik orqasidan gapirish emas. Vaqtida men bolaga aytganman, "Men logotip qilaman, sen animatsiya qilasan, After Effects zo'r ishlaysan, davay ke birga ishlaymiz" deganman. San degan u paytimda 11 mingta podpischikim bor. San deganman, "Men logotip qilaman, sen animatsiya qilib berasan" deganman. 2000 nechi bo'lgan ekan? O'sha bitkazgan paytlarim o'qishni. Bitkazgan paytlarim, u paytda animatsiyani hech kim tushunmas.
Men chet elliklardan ko'rib, "Davay men logo qilaman, sen animatsiya qilib berasiz. Ikkalasini qo'yib video qilamiz, kollaboratsiya qilamiz" degan. O'sha paytda kalla ishlaganda, kollaboratsiya qilamiz, zakaz tushdi bo'ldi, 50% olamiz degan. Men seni ishingni rivojlantirib beraman degan. He, aka nima deganingiz, ikkalamiz raqobatchimiz-ku degan menga. Yo'q degan men degan. Raqobatchi bo'lsak bo'ldi, raqobatchi bo'lamiz deganman. Shunaqa ishlaganman, After Effects YouTube'dan o'rganganman, ishonasizlarmi? Darsliklar sotib olib YouTube'dan o'rgangan. YouTube'da nima uchun o'rganib bo'lmaydi YouTube'da? Chunki YouTube'da shunday olib keladi, tekistlab olib ketib qoladi videoni. O'rtada nimadir tashib ketadi. O'sha narsani topguncha miyalaring qotib, asablaring buzilib, raso bo'ladi. Yo'q. Uzib shunaqa uzib ketadi, bilmay qolasiz qayerda nima o'tib ketib qolganini. Men shunaqa kirishib ketardim, ana YouTube'ga yomon asablarim buzildi. Keyin darsliklar sotib oldim chet eldan. Sotib olib inglizchani men tushunmayman. Til kerakmi deydi-yu ko'pchilik. Tushunmayman inglizdan. Translate'dan foydalanib turib ishlaganman. Keyin o'sha haftada o'rganganman-da, logolar, keyin sekin animatsiyaga o'rgatib boshlaganman. Ana bola ko'ryaptimi, уже 1 yil ichiga normalni aylantirib tashlaganman video. Uni ko'rganda, men zakazlar $300, $400 payti katta pul edi. $200 ga zakaz oldim, $300 ga zakaz oldim deb chiqqan paytlarim, u keyin logotipga o'tib ketib qoldi. Men logotip ham qilaman deb, u meni stilimni olib, ideya qilib, ketdi ukrainalik birovdan olib. Ruscha gapiradi. Ukrainalikmi? O'shanda uni ham siz aytayotgan odamni ham ko'rib qoldim. Chunki so'zi tanish bir xilda. Kopiya birga bir deb. Shunaqa. O'zbekcha versiyasi. Shunaqa. Kuzataman, u ham bashi zo'r narsalar. Ukrainalik ham zo'r. U ham o'zi animatsiyachi edi bola ham. Faqat animatsiya qilardi. O'tgan safar bitta klient yozdi menga. "Aka" dedi, "Ukrainalikka men animatsiya logo bo'yicha zakaz berdim, logoni o'xshata olmadi" dedi. Keyin men o'zim aytdim, "U animatsiyachi-ku" dedim. Keyin menga berdi, men bittada o'xshatib berdim. Men klientlarga ishoninglar, 6 ta 7 ta variant tashlamayman hech qachon. 2 dona variant tashlayman. Bir hafta 10 kun kutadi, 2 dona variant bo'ldi. Undan ortiq variantga o'tmayman. O'tsam 3-variantga o'tishim mumkin. Lekin yoziladi, tashib price list tashib berganda 3 dan 5 tagacha variant beriladi sizga deyiladi. Lekin 2 ta variant beraman, bittasini ko'radi-da, "Oka, men bu joy ozgina to'g'rilaylik yoki men bir rangi to'g'ri, shuni to'g'rilanadi, 3-variant bo'ladi." Bu. 5 ta logoga o'zi ham aniq qoladi. Tanlash qiyin bo'lib ketadi. Shunaqa. Dizaynerlar nima qiladi? Tashaveradi. Gruppaga qo'shila oladi-yu. 50 mingga logo qilaman, 30 mingga logo qilaman deganlar bor-ku. To'g'ri? O'shanaqa gruppaga qo'shilmaymiz. Biz hech qachon. Hech qachon biz internetdan klient qidirmaymiz. Klient bizani internetdan qidiradi har doim. Shunaqa maqsad qo'yaylik. Sifatli, ishchi, kontent olib borish bo'yicha men o'zim sizlarga zo'r narsalar o'rgataman. O'zim sizlarga olib qo'ygan narsalarim hammaga yetadi. Qancha ko'p dizayner bo'lsak, bizda ish torta olmaydi. Ishoninglar, hammaning o'zining rizqi bor. Xudo berib qo'ygan rizqimiz bor. Hammamiz peshonamizga yozib qo'ygan rizqi. Prosta o'sha rizqni sababini qilib olishimiz kerak. Kerak bo'lsa, sizlar ham bemalol bu bitkazgandan keyin ishlaringni ko'raman-da, men sizlarga necha pul narx qo'yish kerakligini aytaman boshlanishiga. Kontent qanaqa qilish kerakligini ham tushuntiraman. Instagram, YouTube olib borish kerak. YouTube hozir YouTube'da yo'q dizaynerlar. YouTube'ga olib borish kerak. Shortslarda, katta postlarda o'tirib olib tushuntirib. Eng seriozli zakazlar YouTube'dan tushadi. Shuni bilasizlarmi? Men hali YouTube'ga olib bormadim, endi olib boraman. Shortslar qo'yib, endi 10 mingmi, 11 ming podpishchik bo'ldi. Men har doim mashitaman ofisdaman. Har doim men o'zim kameradan ko'rib o'tiraman, kim qanaqa harakat qilyapti, nima qilyapti. Har kuni отчет beradi. Ustozim bilan birga gaplashaman. Qaysi bir zo'r ketyapti, qaysi bir harakat qilmayapti. Harakat qilmayotgani o'sha boshda sizlar bilan do'g'or bo'ladi. O'qimayman, kelmay dars qoldirsanglar yomon gaplashinglar sizlar bilan. Bu yerda bizga ana kelmay qoldi, e'tiborsiz, mayli o'zi o'qiyapti-yu degan narsa yo'q. Kirdinglarmi, bo'ldi. Dars o'qish kerak bo'ldi, qolgan narsalar yig'ishtirish kerak. Shunaqa bo'ladi. Bizda maktab emas-ku, maktabdan ham stroy lekin. Shunaqa. Xudo xolisa futbol o'ynaymiz sizlar bilan ham birgalikda. O'sha o'ta darsdan tashqari narsalar ham zo'r bo'ladi. Bemalol cherizdan bo'lsa har kuni kelib dars qilsanglar bo'ladi. Mana bu sharoit qilib qo'yamiz. Albatta yana stol qo'yamiz, chiroyli qilib. Uydagilarga ham tushuntiringlar, agar yoshlar bo'lsa, ota-onalarga. Oyadi, mana shunaqa. Men Suhrob akam o'zlari bilan gaplashdim. Sistemalar shunaqa ekan. Ular o'rgataman deyaptilar. Bu sohani men o'rgansam ertaga yaxshi. Oddiy trik mana birinchi potokdagi 4 ta 5 ta o'quvchi daromad qilyapti. O'ylab ko'ringlar.
$150, $100 sotyapti ana post dizaynni. Yaxshi, to'g'rimi? Shunaqa. Qizlarimiz ham ishlayapti. 3 ta qizimiz bor birinchi potokda. Uje his qildinglarmi? Sizlar qanaqa insonliklaringni qisinglar bo'lishi mumkinligini tirik guvohda, misol men internetda chiqib gapiraversam hamma ham ishonavermaydi-da. Lekin men biron marta mediada aldamaganman hech kimni. Biron marta men aldab chiqmaganman internetga. Aldasam bo'lardimi? Monzani beraman deb sotaversam bo'lardi. To'g'rimi? Potokka odam yig'ib. O'quvchilardan bittasiga men Monzani sovg'a qilaman deb turib, shov qilib, video qilib 100 ta o'quvchi yig'ib tashlasam bo'lar, to'g'rimi? Bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Lekin nima uchun men unaqa qilmadim? Chunki menga kerak emas. Nekачественный 100 ta o'quvchi kerak emas menga. Men konkretni o'qiydigan 5 ta o'quvchi, 10 ta o'quvchi yetadi. 2 ta o'quvchi bo'lsa ham men o'shanaqa o'rgataman. 5 ta bo'lsa ham shunaqa o'rgataman. Men shunaqa natijaga olib chiqib qo'yaman, qolganlar keyin ko'radi. Ya, hozir natija gapiradi-ku. Shu natijani biz qilamiz, xudo xolasa sizlar bilan. Sizlar yordamlaring, fikrni, chetdagi narsalarni sekin-sekin chiqarasizlar. To'roy mobaynida o'rtoqlarga qo'shilish, ko'chaga chiqish, yurish, o'sha narsalarni ozgina yig'ishtirib turasizlar. To'roy. Zo'r e'tibor qilib ustozdan so'raysizlar faqat. So'ranglar. Oke, men buni tushunmadim, o'rgating menga. Sizlarga shunaqa imkoniyat beriladiki, ekran, ovoz hammasi zapis bo'ladi. Sizlarga qayta tashab qo'yiladi Telegramda. Uni kirasizlarda nimadir joyi eslangdan chiqib ketib qolsa, kechqurun bitta takrorlab videoni ko'ra olasizlar. Ko'ra olasizlarda o'tirib zakazni qilasizlar, ishni qilasizlar. Uyga vazifani men o'sha yerda o'ziga qilib qo'yardim. Maktabda ham shunaqa bo'lardim, bu yerda ham shunaqa edim, o'quvchilar ichida. Uyga vazifa berildi, post dizayn, banner dizayn qilish kerak, ikkita variant qilardim-da, shuni tashib qo'yardim ustozimga. Hamma o'sha aytilgan vazifani bittani qilib berardim, men ikkita variant berardim. Sizlar ham shunaqa bo'ling. Ustoz aytayotgan narsadan qo'shimcha narsa qilishga harakat qiling, o'zlaringni qiynanglar. To'g'ri qiynasanglar hech narsa bo'lmaydi. Miya og'rib qolmaydi, aytdim-ku, charchab o'lib hech kim hech narsa bo'lib qolmaydi. Qiynash kerak. Xudo xolasa biz inshaalloh bu yog'iga ishonamiz. Berayotgan bilimimizga, darsimizga ishonamiz, zo'r bo'lib ketishiga. O'zi o'quvchilarim o'zi yetib qo'yapti, birinchi potokdagilar. Juda ko'nglim to'q o'quvchilarimni. Men agar o'shalarda natija bo'lmaganda ikkinchi potokni ochmasdim. Lekin ular zo'r natija ko'rsatgani uchun men bo'ldi. Ochaman. Bo'ldi, o'qitaman, dars o'qitaman. Kerak bo'lsa Nestvondan ofisga gaplashaman, kattasidan, u yoqda ham o'qitaman, individualni o'qitaman. 5 ta 10 ta o'quvchini. Harakat qilinglar, ichlaringdan bittalarni shuni bepulga olveraman men, individualni. Zo'r harakat qilgan o'quvchini yonimga olaman. O'sha momentda ko'rgan Suhrob bilan hozirgina u ham o'tirib, bunday o'ylaydi. Bir kun aytayapman. Qanaqa bo'ling? Men okani o'zlari tirik. Nechinchi yil borgansiz meni yonimga? Sergelida kvartiraga turgan paytim. Nexus uchun bor edi. 3 yil oldin, 4 yil oldin edi. Men yonimga borgan o'sha paytda Instagramda kuzatib yurganlar-da. Nexus uchun bor edi paytda. Viloyat top kelgan. O'sha gaplashib, o'sha paytda akaga aytardim-da, men zo'r bo'lib ketaman, xudo xolasa, aka, men bunaqa planlarim bor, men bunaqa qilaman deb rost 2 soat gaplashganmiz aka bilan. 2 soat. Ya, xudo xolasa zo'r bo'ladi degan aka. Ishongan. O'tgan kun kelib, aka, o'sha paytda qanaqa gaplashgan deyaptilar. To'g'rimi? O'sha payt Sergelida kvartirada turardim men, u Sergelidan kelardim. Harakat qilib akademiya ochib, o'sha akademiyani kengaytirib Qashqadaryodan filanni ochamiz, Samarqanddan ochiladi, keyingisi Surxondaryodan bitta ochamiz. Zo'r ichlaringda o'quvchilar bo'lsa, men olib borib qo'yaman o'sha yerga. Uy hamma narsa bilan ta'minlanadi u yerda. Hurmatlaring cheksiz bo'ladi. Chunki Toshkentdan bordi degan narsa bo'ladi. 1,5-2 ming dollar oylik berib turib qolgan bunday zakazlardan ishlab oyiga bir 4 ming 5 ming ishlasanglar kammi? Bo'ladimi? Normalmi? Yana ham harakat qilish kerak. Aka, menga kam 10 ming ishlashim kerak degan narsani qilish kerak-ki. Shunaqa gap. Jamol qani? Sizlar bilan gaplashsin. Savolingiz bo'lmasa, darsga kelganlaringni ham bemalol gaplashaveramiz. Qanaqadir savol qolib ketgan bo'lsa, ular kelsa, zeriktirmang sizlarni. 2 ta bor. O'ynab yuradi mana shu yerda.